أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كما أرسلنا yuqorida biz sizni men shundoq Kabe'ga ya'ni Baytulloh mushu Kabe'ga namoz o'qish vaqtida yuz keltirish shunga birlikda bu ne'matni tamomlash degan shundoq bir in'omga o'xshash biz sizni mana o'xshash ya'ni ashta qildik. Qilganimiz sizniki ishonida bir payg'ambarni evatganga o'xshaydi. Senin işinde bir peygamberin o'xshash mushta bir ish shu. O peygamber senin işinden deydi. Senin işinden bir peygamberini silidildi. Sil öz milletden, Araplardan mushda bir peygamberini evatgan ishchi o'xshaydi yuqorqi inom va ihson. Meni bu peygamber sizga bizdagi oyatlarimizni tilovat qildigan sizni har qanday pasqinan narsadan meni poklaydigan va sizga kitobni o'rgatadigan va hikmatni o'rgatadigan va siz bilmagan narsani o'rgatadigan mushundoq bir payg'ambarni sizning ishingizdan va sizdan mushta nima qildik payg'ambar qilib chiqardik. Evatdik. Mush evatganga o'xshashdir yuqorqi sizni mushu Kabe qarab namoz o'qishdan iborat bo'lgan men mushu hidoyatning o'zi men mushu o'xshaydi. Qandaqki yuqorida bu Kabe'ning o'ziga men qarab namoz o'qishning o'zini meniki ne'matimni tamomlash va hidoyat qilish uchun mushtaqcho qildim degandi. Shu deganning o'zi shu tovanki mushnoga nima qiladi o'xshaydi. Unda o'ldiki sizlar deydi Alloh taolo. Unda o'ldiki meni nima qilinglar aslanlar. Aslanlar men sizni uchun aslayman. Mana shukrchu qilinglar. Va lekin sizlar uchun kofirchu bo'lmanglar. Ey mu'minlar, yordam talab qilinglar har qanday meni savob bilan kerakni erishgan va harom narsani yenishdan meni sabr qilishlar, ya'ni chidashlar, namoz o'qishlar nima qilinglar, yordam talabchi qilinglar. Jazman Alloh taolo sabr qiluvchilarni bildir. Demanglar, Alloh yo'lida o'ltirilgan shahid bo'lgan kishininki kishilarga o'liklar ular o'likdir demanglar. Balki ular tirikdir. Va lekin siz uni nima qilmaysan, sezib, ya'ni sezolmaysan, ya'ni bilmaysan deydi. Ularniki tirik ekanligini siz çok bilamaysiz. Qasam Alloh'ki jazman biz sizni bir şey edi. Men cho'ng olsun, kichik olsun, hatto kichikgina bir narsani keraklik o'zidimi biz sizni qiltiramiz. Mana shundoq sinab mushtaq turamiz. Sinab mushtaq tasqab bu g'alvidan o'tkazib sizlar haqiqiyna chidamamdo qandoq qildi deb mushtaqni qiltiramiz, sinab turamiz. Mana u bir narsa nimadan edi? Qo'rqish, mana ochchilik va shuningdek pul mollaringning o'zini kemib ketish degan men mush narsani sizga keltirish orqali silnim qilman, silayman.
ve nefslerden ibaret olan ne kılış, ondan kemek, yani nefsinin yüzü, ülüp geçiş, kesel olur, işlici kalmazlık, diğerlik, muştan nefsler sını devamlık ne kıptırmayız, sılapçı durumuz. Bu bizim nemimiz o, kabiliyetimiz. Ve mevkilerden dedi, o kemitiğen dersi. Mesela mevki ve sınırki ziraat ve onun başka mol usul ediş, bağdan çıkan muştan mol usul ve onun başka derslerinin gözüden mesela biz sınırki sılapçı otururuz. Ve beşir sabirin. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen ulağa sabır kan olsa o sabır kağallık kişilerin yüzüge hoş işaret yok belgeyin. Ne böyle? Cennet. Bununki mükafatı bu şu dünyada müştak musibet, kıyınçılık, müştak ehvallah kelgen bolsa bunu çıda tuqqadır ülüp gittik dua kaza kelgen bolsa sizler bununla sabır kan bolsa Allah sizlerge cennette mükafat verdi deb bununki mükafat şu oldu. Muşlim ulağı ço hoş işaret olup birip ulanı hoş ço kıgın deb Allah Teala müştak ço deydi. Kema ersalna fikum rasulan minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimul kitab vel hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lamun. Endi bu ayette kema ersalna biz endi nehvi kaydida okuduk. Kema degan nima? Urf jar. Bu nim uchun, tashbih uchun deb nim qildik, okuduk. Urf jar bo'lib, uningki kaydiga ismni zur o'qitdi. Uningki ma'nosi, mana kaydida kelgan narsaga, yuqorida kelgan narsalarning o'zi nim bo'ladi? U o'xshaydi. Ya'ni kapdagi kelgan narsa mushabbahu bihi, kapniki oldida kelgan narsa mushabbah bo'ladi. Ma'nosi uchun mushu bo'ladi deb nim qildik uni tashbih. Ya'ni kapning oldida kelgan narsani kapning keyin kelgan narsaga nima qilamiz? O'xshashun keladi. Masalan, Zaydun kal asali. Zayd yo'lbosga o'xshashdir degan nima degan gap? Mana kal asadi deb kapning o'zidan keyin kelgan Zaydning o'zini zirchu o'qitdi. Zirchu qildi. Qilgandan keyin buniki ma'nosi o'zi Zayd yo'lbosga o'xshashdir degan gap. Kapniki oldida kelgan bu Zaydning o'zi mana kapdan keyin kelgan al-asad degan narsa uchun o'xshaydi. O'xshaydi degan taraf ham emas. Uniki ma'lum bir nimasi bor, tarif bor. Ya'ni vaji shabah deb ma'nodan bayonlash ataydi. Bu ikkisiga o'tirida o'xshaydigan ikkala tarafni bilan o'rtaq bir narsa bor. Uni birlik ekandan o'xshaydigan. Shu narsada demakchi, u nima? Botirlik, jasoratlik, qo'rqmaslikda. Meni yo'lbosim o'zimi meni mushabbah bo'lgan yo'lbos, meni hech qanday qo'rqmaydigan, jasoratlik, ham g'ayratlik, noit kuchlik. O'zining dushmaniga haddidan ziyod nima kuchlik. Unda o'g'anikin buni qarta Zayd bucho mush tarafda uniki bor. Men mush tarafda shu xususiyati bor, botirlik, jasoratlik, g'ayratlik, qo'rqmaydigan, meni har qanday ishni apirib o'zing dushmani bo'lsa uni apirib o'ltirib qisos oladigan mushta bir ish bor. Buniki o'zi yo'lbosi bordi. Yo'lbos bo'lgan narsa Zaydni buchu bor, davoniki Zayd men mush tarafdan o'xshidi deb vaji shabatdan iborat bo'lgan, ya'ni jami ikki tarafni chetib turgan narsaning o'zi aloq bo'lgan, men musho deb nim qilgan to o'qondi. Unda davoniki kama arsalna. Endi kama arsallaniki o'zi meni urib mushabbat bir yo'lida kamaning o'zi, undan keyin kelgan maniki o'zi nima o uniki o'zi urib nima o ism majrur. Majrur uniki lafzi oshkor olmaydi. Ya'ni u nima mabni. Unda o'g'aniki buniki mushabbasi nima deydi. Bu sizning ishingdan payg'ambar evatgan naskarahni payg'ambar evatishning o'zi bu nima o bir ne'mat. Bu nima ne'mat? Bu ne'matni o vaji nima mushabbah bitti. Biz shuni o'xshash yuqorqi qilgan ishimiz men mushlik o'xshashdir. U qavo sizni men haqiqat hidoyatga boshlab namoz o'qish vaqti o'zida men ne'matni tamomlash uchun Ka'baga namoz qarab, ya'ni Baytul Muqaddasdan Ka'baga qarab namoz o'qinglar deb mushundaq inom va ihson qildik.
Bunun bilan biz sizniki mushu ne'matniki o'zi tamomladik. Men tamomlashdan iborat bo'lgan mush ishni qilishimiz o'zi sizning ishingizda sizlardan, siz arablardan va sizlarki arablarda bo'lib sizning ishingizda yashaydigan, siz bilan so'zlashadigan, gapini o'qishadigan mush insondan iborat bo'lgan, millatingdan iborat bo'lgan men mushundaq bir nimani elchilikchi evet ketdik. Bu evet yüzde sizlarga cho'ng bir nima in'om qilgan, ihson qilgan va sizni Allohning dargohida hurmatli deb bilgan bir ne'matni ishdi. Men mushluga o'xshaydi. Sizning ash hidoyat qilgan, ash Ka'ba qarab namoz o'qigan, hidoyat qilgan ishning shu deydi. Endi bu yerda kama degan gapning o'zi bu urf jar bo'lgandikin jazman urf jarninki o'zi mana biz yuqorida nahvi qoidasi o'qidik. Nahvi qoidasi o'qigan vaqtimizda kalimaning o'zi 3 bo'ladi deb. Ism, fe'l, harf bo'ladi deb. Endi harfning ma'nosi nimadir? Harfning o'zining ichida bir ma'no bor. Lekin u ma'nining o'zida, mesela har bir harfning o'ziga tushib bir ma'no bor, mavzu. Şu ma'nining o'zi yolg'iz mustaqil bo'lgan holat uqtiramaydi. Faqat uniki oldiga binasi kelsa, shuniki yordami bilan anadiki mening ishimda ma'naviyati deb uqtirilaydi. Shunga u jazman bir narsa murta ya ism yoki fe'lning o'ziga ham uniki majrur bo'lgandikan bunun qarta bir mutaalliq bo'lish kerak. Yani o'xshash degan nimaga o'xshash? Masalan, buni mutaalliq bo'ladi. Aldikin deydi Imom Suyuti kama arsalna degan gap mutaalliqdir attab utimmuga. Yuqorida Alloh taolo va utimmu ne'mataka dedi. Va li utimma ni'mati alaykum va la'allakum tahtadun degan nima dedi Alloh taolo mush oyati cho't dedi. Endi sizlar Muhammad alayhisalom sen uyingdan sir chiqqan vaqtida va sizlar mu'minlar men uyingdan sir chiqqan vaqtida nima qilinglar? Qiblaga oltini cho'q qilinglar. Favallu vajakum shatral masjid haram. Nima uchun qilmaymiz desa, buniki sababi hikmat 2. Bu yer nima? 3. Bu yer 2. Endi birisi sirqan bir ne'matni tamomlash uchun men sizga bir ne'mat qildim, bu in'om. In'omni texnik komil mukammal darajaga yetkazish uchun shunda qildim. Ikkinchisi sizni hidoyat qilish uchun to'g'ri yo'lga, haqiqiy rost amaliyatga uyg'un, aqlga muvofiq bo'lgan narsalarning o'ziga men sizni nima qildim? Hidoyat qildim dedim. Hidoyat qilganlik uchun shunga namoz o'qigan vaqtida payg'ambar, ey musulmon mu'minlar, sizlar qibla qarab namoz o'qinglar deb mushtoq dedim. Mushtoq degandikin bu yerdagi kama arsallarning o'zi bu yerda o'xshash nima dersa in'om qilishda. Ne'matning o'zi komil mukammal qilishda men mushtoqni qildi payg'ambarni evatish o'xshaydi deb Imom Suyuti rahmatullohi alayh bu yerda kama arsallarniki li utimmaga ya'ni ne'matni nima qilish tamomlash, ne'matni tamomlash uchun bu bir ne'mat bo'lgandikin buni tamomlash uchun sizning ichingizda payg'ambar evet komil mukammal in'om qiluvchi o'xshashdir deb bu ishni deydi. Ya'ni nima degan gap? Utimma degan gapning o'ziga mushundan mutaalliq bo'lishi, ya'ni nima degan gap? İtmamen ka itmamaha bi irsalina deydi. Yani biz mana yuqorqi ishni qilishimiz itmam, ne'matni tamomlash uchun bo'ladi, bir tamomlamoqliki, mana bu tamomlamoqliki bu nimaga, bu ne'matni tamomlagan o'xshashdir. Nima qilish? Bizningki payg'ambarni evatishimiz. Mana bizniki payg'ambarni evatish orqali men evatish bilan shu yilqi ne'matni tamomlaganga nima qildi? O'xshaydi bu. Nima qildi? Tamomlagan o'xshaydi. Qandaqki payg'ambarni evatish orqali bu ne'matni Alloh nima qilgan? Sizga komil mukammal darajaga yetkazib, inson darajaga kelgan payg'ambarni evatgandir.
Senin içinden, senin için yaşaydıgan, ata-anası bildiğin, meni Arapça gap qilgan senin cinsingdan. Eğer senin cinsingdan bo'lmay, seni o'xshash millatdan bo'lmay, yoki insonning boshqa bir narsa qolgan bo'lsan, yoki bo'lmaydi, ey Arab xalqi, senin içinde tilingda so'zlaydigan, meni ashdoq bir odam payg'ambar qilmay, boshqa narsada payg'ambar qilib qolsak, o'chat qanday bo'ldi sizga? O'chat mushkul bo'ldi. Mushkul bo'lgandan keyin u gap uqamay mushtaq bo'ldi. Ya'ni demak, Alloh taolo mana butun insonning ishidan, mana Arab millatining ishidan, uning ichidan Quraysh qabilasining ishidan bir odamni mushtaq tanlab payg'ambar qilishi, u payg'ambarning alohida tavada mushu. Mana mushtaq qilishning o'zi bunga komil, mukammal payg'ambar qilgandiq, tamam ne'mat tamomlagandiq. Men mushliq o'xshaydi yuqorqi, men qibla qarab namoz o'qishdan iborat bo'lgan bu in'om ihsonning yuzi deydi. Bi utimme itmamet ke itmamiha bi irsalina. Tamam qilgayman, meni bir tamam qilmoqligi ki, meni o ne'matni tamam qilgan o'xshash nima bilan? Bizdinki payg'ambarni evatish bilan. Buni tamomlagan tuqsiliga, ne'matni tamomlashda. Mana bu ashlig'ini nima qiladi? Yuqorqa shu Ka'ba qarab namoz o'qishniki uzini buyruq ashlig qilib, "Man o'qina namoz o'qiganda o'zi buyurga Xristian Yahudlar undaq qilmanglar" deb ne'matni mushtaq qilishimiz o'zi mushlig'ini nima qiladi? Bu men mushlig uchun o'xshaydi degan. Fikum rasulan minkum. Yani sizning içinizde bir elçiki, o elçi nimedin idi? Sizden idi. Yani o ki Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'ni fikum diyen nime? Pi diyen zerb. Kum diyen nime? O mecrur. Zerb diyen gep kapniki kendi gelgen aş isimninki üzeye kapning içinde boldi. Diyen narsa nima qildi? Kapning oldida bo'lgan narsa, kapning ichida keyin kelgan narsa ichida bo'ladi degan gap. Unda bo'lgan shu payg'ambarni silida qildik degan gap sizning ichingda qildikki, sizniki shu billan meni ota-onasi bor bo'lgan, sizlar bil yashaydigan, nima qilsanglar, masalan, bozorga berib, hamma narsa bilan o'linadigan, yemak yeydigan, ochib keladigan normal insonda rasmiy o'xshab bir insonni qildik, evatdik deydi. Men shunday cho'p evatdik. Mana o minkum sildin. Yani sildin degan gap silning jinsingdan. Silning jinsing nimati Arab millati. Arab millatining ichida chiqqan Quraysh qabilasidan. Unda bo'lgandan sildin Arab millatidan Quraysh qabilasining ichidan biz sizga payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhisalomni qildik. Ey Quraysh qabilasi, ey Makka nimalari xalqi, biz mushundaq sizga nima qildik? İn'am qilib sizga Alloh taolo mushu ne'matni o'zi komil mukammal qilib, mushtaq hurmatlab, dunyo va oxiratda agar o kishining o'ziga agish baqdab qolsanglar, shundoq mukofotliqcha qildik deydi. Mana mushu oyatning sababi shu arablarning o'zi hozirgi davrimizda hokimiyat tepasiga ba'zilar ashtaq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin xalq bo'lishi e'tiboridan ularni nima qilishi va yaxshi ko'rishi bor. Shuna kecha kunduz Muhammad alayhisalom voy Makka boraman, voy Haramga boraman, Arabistonga boraman deydigan mushtab bir holat cho'k kelgan. Bu faqat nimaning sababidan bo'ldi bularning undaq bo'lishi? Muhammad alayhisalomning o'zini shu arab millatining ichidan chiqarganlik sababidan bo'ldi. Bu zotning sababidan bo'ldi deydi. Shundoq qilish orqali Muhammad alayhisalomning ishingizdan va sizdan mushundaq bir payg'ambar kuchi evatgandiq. Evatishning o'zi nimati o? Sizlar qilgan in'om va ihsonni komil mukammalga yetishdi. Men mushliq o'xshaydir, sizniki Ka'baga men qarab namoz o'qishning shu o'zi deydi. Endi bu oyatni davomli shu gapni qilishlik sabab biz endi bu gapni anglamadik hozir 1400 yildan keyin. Shu vaqtning o'zida mana shu Madina jamiyatining o'zida mana birisi munofiq Yahudi, birisi munofiq. Shuni deb Madinaning atrofida yashayotgan nimalardi? Mushrik kofirlardi. Mana bular bir fursat topsalar, bir amal bo'lsa islom diniga ziyonli qilgan.
musulmonlarni xunuklaştırdigan, musulmonlarni haqoratlaydigan, kamsitadigan, ses kirdirdigan mush ishni cho'q qildi. Qilgandiki men yuqorida degandek, men ashlar shundoq cho'q qilgan. Qilgandekin endi Alloh taolo men mushundaq bizni qildik deb Alloh bu o'ziniki uloq bergan ne'matini muqaddiriyat teximi tafsili teximi chin mushta atrofli muqaddirda tushuntiradi. Unda bo'ladikin ular atrofda qilib birisi bilasi deb, yeni birisi deb desa, voy shundoq o'xshaydi bu dinimiz sal xato o'shmanda, bedam Kabe dedi, bedam Baytul Muqaddasga unda o'smushtaq bo'landi deb bo'lib bu Yahudlarning o'ziniki Baytul Muqaddasdan Kabe'ga mana bu yerda bu Kabe nimeniki qiblaning o'zi intiqol qilishning o'zini bular har kim qabulchi qilamagan. Buncha qabul qilamagan. Mana bu e'tibor bilan amal topsa malik kim bo'lsin, amal topsa buni nim qilgan gap uningki o'zini mushtaq haqorat deb kamsitib qilgan gap. Şoňa Allah Taala bu ýerde bunçolar ýene gap jyk diýişlik sebäpçi şo. Ama biz endi fakat şu ähli ilmimiz ýa-ki anlap, ýa-ki düşürip, ýa terjime Kur'andan, ýa-ki terjime kılan hadis we kitap, İslami kitaplardan okup başda okupla Müslüman boldyk. Bunu şu kitaplarımız. Düşmanlığın üzerine ançıdan koyduk. Ama hazırlık devrinin üzerinde men İslam dinimizge, men İslamga, men muşundaq musulmonlarga haqorat deydigan bizningki işimizdimi muşundaq nimalar chiqdi diye birimiz xumuslar chiqadi demdi. Aqlsiz kishilar. Bu musul gapchi yo'q. Muştaq xotirjan şu boğa vaqtida gapning so'zi shu vaqtda olgan. Şu Alloh taolo ularga radiya berib, musulmonlarni men muştaq qildik. Sizlar har kun eg'irib ketib, uni ketib, nima desa ma'qul deb qolmanglar. Deb mush gapni tushuntirdi. Mene senin işinden ve seleden şunda bir peygamber evet o peygamber kanda kılgan peygamber o yattu aleykum ayatina. Mene o peygamber sizge bizdeki ayetlerimizden nemi kılıdı? Mene tilavetçi kılıdı. Tilavet diyen gap ne kıl? Okutudu, öğütüdü. Tilavet diyen gap mene aşı silik okup berdi. Mucirrasam pişkendeyken silik okup berdi. Okup bergenimizin deyimiz ona tilavet deyimiz. Silik tilavet işte okup bergendeyken o peygamberin hususi şu. Düşke hamanamda neme kılış? Ümmetçi yetkiziş. Maya dendi ayatına dedi. Ayatına diyen gapın özü esin neme o cem'i olup onunki mufridime ayetun. Ayatun, ef'alun, a'yatun diyen gap asli bunun kelimesi. Bu asli lügat ma'nosinin özüde bu alamet belge diyen nima o gap. Endi bu yerda alamet ve belge olup bununki yine iki xil nima var, bir qancha xil narsa ishlatildi. Uning birisi yuqorida degandek Alloh taoloning birlik va barliqni uqtirdigan barliq delil, hujjat, pokitlarning o'zini nima deydi u yerda Qur'oni Karimda oyat deydi. Nima ayet degini Allah'ın bar ve birlik ve ilmi ve kudretinin ne kadar yüksek bar ikenini bildirdiğin böyle bu nimeler alamet olan delil paketler diyen nimedir keldi o mani keldi. Hem de yeni bir maninin üzerinden men hazırkımış okandak men ayatına diyendek Kur'an-ı Kerim'deki elhamdülillah tatif ve nasıl kelşif olan arlıktaki bütün ayetlerin hemsini nime dep de ataydı onu ayet dep ataydı. Çünkü bununki her bir kelime, her bir ayette kuvvetkan turuşun işidiki, mene turuşun her bir ayet oldu. Mene şu ayetin üzeri, mene Allah Teala'nın üzeri nime möcüz karakterlik müştak bir söz olan iken, mene bu itibaren bunu hiç kanına bir eden okşup bunu keltiramagan iken, bu itibaren Allah Teala'nın sözününki rast ikenliğinin nimesi o Kur'an'ın üzü delil. Hem Muhammed Aleyhisselam'ın kıyamet kişilik peygamber ikenligini bildirdiğin nemi o bir belge, bir hüccet. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim'deki okulayotgan aş lafzi kalamның üzerine nemi dep atıldı? Ayet dep şu atıldı. Şimdi yine bu peygamberlik ikinci sıfatı ve yüzekkikum. Yani yüzekkikum diyen gap yutahhirukum mineşşirk. Yani pakizlaydı o kişinin özü sınne nemeden şirktin. Şirkin özü paskana. Şu an Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de innemel müşrikûne neces. Müşrikler ne dedi? Paskana dedi. Meynet dedi. Bununki meynet paskın deşin özü
Asli paskal ikki xil. Birisi moddiy, hissi nima u paskala. Meni biz hozir ko'rayotgan odatdagi masalan hayvonotlarniki, insonlarniki oldi oqida chiqqan mushu narsa va uni boshqa urf-odatimizni qo'llanayotgan paskal deb bo'lgan narsa bo'lgan bo'lsa, u bu narsa bu bunib ketgan, mushunda topib ketgan narsa bu urf-odatda paskala. Shunda shu atiladi. Yeni bir paskala var, o manevi paskala. O nima? Manevi bu faqat jismimizga aloqador bo'lgan bir paskallik. Endi yeni bir paskallik var, bizdeki ruhiyatimizga, mana tutishadigan, ruhimizga singadigan, ruhimizning o'zi tushad bo'ladigan nima o paskallik. Uniki eng yuqorisi nima? Shirk, kufr. Bu manevi ruhiy ishemni, aqli. Mana bu aqli bo'lgan ekan, mana bu e'tiborlan u nima dedi, o nima paskala. Chunki paskal bo'lib, u aql tafakkurniki rasmiy to'g'ri bir shaklda ishlashni o nima qiladi? Shirk bilan kufrning o'zi va shuningdek nifoq ham fosiqlik bularning o'zi mana Qur'on oyatidagi to'g'ri bir shaklda nima qilib tushunib, shu bo'yicha amal qilib, mushtaq qilishni bu paskal narsa nima qiladi? To'sadi. Qaldaki maddi tarafı paskal narsa onun obdan buluşunu o insanı tosqandek bu narsa nima qiladi? To'sadi. Mana buniki nejis bo'lishlik o'zi pokizdan şu. Shunga insonning o'zi qandaki vasiy tarafdan uni pokizlash muhim bo'lgandek, moddiy tarafdan uniki ma'naviyati bo'lgan mushundaq shirk, riyo, uning boshqa nifoq, mushundaq pusuq, nacharlik deydigan mushundaq paskal narsalarning o'zidan mu'min musulmonlarning o'zini pokizlash nima o nima muhim. Yani muhim bo'lgan ekan payg'ambarniki ep kelgan bu payg'ambarning ishi men mushundan iborat. Mana sizga shirk degan nima, kufr degan nima, nifoq degan nima degan narsaniki o'zini mana buni nima qildi payg'ambar dish orqali mana o'ziniki so'z orqali uning kupadi musulmonlarga tushuntirib cho'padi. Mundaq qilsang shirk bo'ladi, mundaq qilsang kufr bo'ladi. Bu kufrning alomati har kuchuk qolmanglar deb mushtaq nima qildi va Alloh taolo tarafdan tushgan Qur'oni Karimni o'qish orqali mushtaq shu pokizapadi. Ham uningdan boshqa moddiy narsa, moddiy tarafda bo'lgan paskal narsalarning o'zini uni uchun debadi. Onun kupati tepadi. Siz muştaq narsa paskala. Mesela günah qilish deganidek, mana günah qilish, onun boshqa haroq, zina degan narsalarni biz paskala dedik. Buni nima qildi? Uni deb pokiz tepadi. Uni da boshqa mana o tarafdan bo'lgan bir paskallik bor. U nima? Mesela namoz o'qib, tahorat elib muştaq qilish shu ma'naviy tarafdan nima? Paskallik. Mana mushuni pokizlik namoz o'qishda muqaddas ish bo'lgan ekan, bu e'tiboran siz mushundaq qilib qisonlar siz pokiz bo'lasizlar deb uni chiqib. Shunga tahoratning og'i tahoratning erish, qandoq erish degan gapning o'zini uni qilib u yerda uqtirib cho'padi. Mana u payg'ambarning mana Allohdagi mushtaq bir ne'matda o payg'ambardi. Yeni bir sondagi va yuallimul kitob. Va o'qitdi u zotning o'zi sizga kitobni, yana kitobga, ya'ni nimani? Qur'oni Karimni. Endi yuqorida sizga oyatlarimizni tilovat qildi deydi. Bu bir gap. Tilovat qildi degan gap nima? U odamning o'zi, u oyatning o'zi, Qur'onning o'zi o'qib berdi. Men Alloh taolo tarafdan Jibril alayhisalom orqali menga mush oyatchi aynan tushdi deb shubbatim o'qib berdi. O'qib bergandan keyin ma'qul uni o'qidi. Uningdagi bu sizni o'rgatdi degan gap, sizga o'rgatdi degan gap, Qur'oni Karim siz o'qitdingizmi? Men arab millati o'qib tushadi, o'qitdingiz ma'nosini. Unda o'qilgan buniki Alloh taolo demoqchi o'g'ini men ma'vo. Mana namoz degan mandaq o'qiysiz, zakat mandaq verisiz, mana jihad degan ma'vo, mana ribo degan ma'vo bo'ladi, harom degan ma'vo bo'ladi deb buni andikin uning ma'nosini yishib, uni amaliyotda so'zi va amaliyati orqali buni o'rgatib, mushtaqchi qilib beradigan payg'ambar deydi. Endi kitobni o'rgatdi degan nima gap? Qur'oni Karimni o'rgatdi ekan. O'rgatishning o'zida shu bizning hozir davrimizda unda bo'lmasimi, uning ma'nosi amaliyoti ma'vo deb o'zining ma'nosini nima amaliyot orqali o'rgatdi. Mushtacha o'rgatdi. Payg'ambarning qonishi shu. Ya'ni payg'ambar nima emas? Hozirgi kuni Yeziz inkorchilaridek faqat Qur'oni Karimni ularga yetkazib qo'yish emas ekan. Po'shidek. Nima deb Alloh taolo aytadi? Payg'ambarning sifati birsi pokizlash, yin birsi o'rgatish.
Anladın muşundakken. Va bilmegen narsani nima qilish, uni o'rgatib qo'yish. Bu nim bo'ldi. O'rgatib olgandan keyin o'rgatgan odam nemiz bog'lab ergashib bo'lmaydigan gap. Men mushunda Qur'oni Karim tursa, Qur'oni Karim oyatda men mush o'qimay bo'lar. Yedisdan, men yedisi Qur'ondan o'rgatimiz, dandin o'rgatimiz. Uning ishi shudir deydigan, mushda aqlsiz, aqlning o'zi gadining yutib qolgan, mushda bir nimalar bor, bir turkum maqtular cho'pa. Men buni nima deydi, o'qimaydan. Va hikmete. Öyle o peygamber sizge kitabını öğütüdü. Kitabını öğütüşüyle birlikte hikmetini öğütüdü. Hikmet degeni İmam Suyuti buna deydi. Ma fihi minel ahkami. Yani hikmet degen gap andak bir nimesi ki Kur'an'da idi. O Kur'an'da boğan nersi nemeden idi? Ahkamdan idi. Böyle ahkamını kandak kılıdı onu öğütüdü. Yani Kur'an'daki ahkamını, buyruğunu, nemisinin üzerine, emir fermanlarının üzerine Muhammed Aleyhisselam öğütüdü. Nima o? İman ettiğinler, zakat verenler, namaz okunlar, yaxşı işlik kılanlar, nim kılanlar diyen gapın üzerine ve şunu dep, ma işlik kılmanlar, ma haram boludu diyen gapın üzerine Muhammed bu Kur'an'da bolsun mu? Muhammed Aleyhisselam yüzündeki kılığı ve sözü arka öğütüdü deydi. Nim kıldı bunu öğütüdü. Unda o ki bu öğretken nesin bizim örf adette İslam dinimizin deyimiz yediz sünnet deyimiz. Sünnet deyimiz. Şunun için Kur'an-ı Kerim'ninki Allah Teala tarafından Muhammed Aleyhisselam'a Cibril Aleyhisselam düşken müştak bolsun mu onu burada dikkate yetkizip koyuş emez. Onunki üzerine emniyeti ve sözü arka bunu nime kılış onu bildiriş. Şunun için Kur'an-ı Kerim'ni biliş ve düşünüşte ve okuşta Cezmet Peygamber Aleyhisselam'daki hedisi sünneti olan bu sünnetin üzerine arif kılışık çok katip olmaydı. Eğer undak arif ketken bolsa, arif düşüdüğün bolsa, o canınızdaki hazırken muşundak zindik, küfür, munafık ve küfür kafirladık, işte izip, işte çok kıldan gibi. Üzüm meylice unduvadıkken, o men öğütümende o mu peygamber oldudan dikin. O canlı ben peygamber demekçi. Onu şuradan yatıp koydum. Ben özel düşüncük mandat diyendikken Muhammed'in gibi olmayamayan benim gibi o bir terslik oldu. O mu terslik namaz geldiğinde şunda ibadet, vakizat, hunuklaştırıp onun işler kıymetini yok kılan gibi. Bu uma peygamberle ancak hakaret kırıp onu bu peygamberle kırıp bu mu bir deccal. Ben peygamber sallallahu yedisi geldik. Kıyamet kişilik nacık deccallar çıkıdı. Onun içinde yine 30 daha çoğunluk çıkıdı. Yine açtak zamanda her kadar çıkıp durdu diye bir edisi var. Açtak deccallar çoğundu. Bu deccal şu. Ve yuallimukum madem tekunu ta'lamun. Öyle öğütüdü o peygamber sirge anda bir nemezlik sirep bulmadığını, bilgiç olmadığını. Endi bilmegen neskerahning üzerine yeni peygamber nima qildi o'rgatdi. Mandat peygamber o. O peygamberning o'zi men tushgan shu vahiyning o'zi tilovat qilib o'qib berish, amaliyat ko'rsatsin boshqa. Sizlar shuni bilmagan bir nimalar bor, ma'lumot va ta'limotlar bor. Jiq ishlar bor. Siz buning uchun bu Muhammed Aleyhisselam men peygamber bo'lishniki oldir bilmaytinglar. Uni nima qildiki bu zot buning uchun bildirdi. Eng to'g'risini obdinni, hakikatni, rastını için öğütüdü. Men mandat peygamber o deydi. Nima o peygamber? Endi, esede o yuallimukum madem tekunu ta'lamun deyen gapning o'zi bu. Bu yuqorqining nemisi o, umumisi olgan, o xaslaştırıp başta degan bo'lsa-mu, bu am bo'ladi. Yani demek o peygamberin özü açtak bir tefsiri düşerdirip Allah Teala müştak kılan peygamber dep andaki umumizlik o yerde kolasılar silip bilmeydiğin derse mene Kur'an'ın tilavetini kılışı bilmeydiğinler mene onu da başka mene kitap Kur'an-ı Kerim diyen burun o düşmeye vakti onu neymi onu bilmeydiğinler onu diyor ki Kur'an-ı Kerim'in içindeki emel mene ehkam, me'murat o neymi onu için bilmeydiğinler bunu peygamber neymi kadıdı bildirdiğin müştak bir hususiyet ilgi olan dep kolasılar da nim qadı bu yerda Allah üçün devadıdı. Mene yuqorqi nima, madki nima, xas, ma va yuallimukum madam takun ta'lamun degan am bo'lgan bo'ldi. Biroq bu qolasab mushtaq üçün devadı. Yani demek mushundaq bir peygamber evatish orqali sizga mushtaq bir inom ihson qilib, meniki ne'matim narsa rasmiy kamil mukammal darajaga yetkizish mushtaq qilgan deb
Muşundaqçı qilgan deb, meni silniki mush Ka'badan, Baytul Muqaddasdan Ka'baga mushtaq qiblaga namoz o'qigan, qibla qarashniki o'zi bo'lgan bu ne'matning o'zi kamil qilishning o'zi mushliq o'xshaydi. Bundaq mushundaq o'xshash, uniki o'zimi qanday cho'ng bir nima o, ishqcho, nima o, tarafcho qariladi. Qandaqki, men payg'ambar evvel o'zi cho'ng bir ne'mat bo'lgan deb, cho'ng taraf qargan deb, Ka'baga qarab namoz o'qib, Baytul Muqaddasni qilishing o'zim cho'ng bir mushundaqchi ish bu. Bu odat ish emas. Nimishqa? Qibla qarab namoz o'qidi degan gap, ya'ni u odamning butun ibodatning eng yaxshisini shu tarafga qildi degan gap bo'ladi. Shu tarafga qilish uchun jazman u ya'niki o'zi ham muqaddas, ham pokiz, ham u ya'niki o'zi eng ulug' kishi tarafdan uncha yasilishi kerak. Yasilishi kerak. Unda o'g'andikin Ka'baniki o'ziniki yasilishini oldiga darsimiz degandek, men Alloh taolaning buyrug'idan Firishta Odam alayhisalom deganidek mushtaq kishilar bo'lib Ibrohim alayhisalomlar, Ismoil alayhisalom uchun yasagan bir uy. Uy o'g'andikin, Baytul Muqaddas shu, Baytul Muqaddas bilan ikkisi ham uning usti Qur'oni Karimda tunchi qatim ibodat uchun yer sharining o'zida mana yasilib, mushundaq uy qilgan uy qodidi Ka'badagi Baytulloh dedi. Buning uchun bir afzallik bor. Endi Baytul Muqaddasning o'zi shu biz qancha payg'ambar u yerda yasab bir qancha payg'ambar u yerda uytib shundoq o'tgan bo'lsa-mu, lekin uniki darisi ma'noni qilmaydi, yetmaydi. Yetmagandan eng yuqori, eng martabalik yerga qarab namoz o'qish bu to'g'ri ish yo'q, qancha bo'ladi. Bu yo'q to'g'ri ish qan bo'ladi. Shunga bu gapni deyish shu. Tazkuruni azkurkum Vashkuruli va la takfurun. Anda o'g'andik deydi. Anda o'g'andik mushta in'om qilgandan keyin nima deydi Alloh taolo pataq deymiz. Tak degan gap anda o'g'andik degan gap. Anda o'g'andik keyin mushundaq in'om, ihsonni qildiman. Qibla oldini qilishdan iborat bo'lgan bu ne'mat sizga tamomlab, men Ka'ba qarab namoz o'qinglar debdiman. Degandan keyin deydi Alloh taolo fazkuruni. Meni nim qilinglar aslanlar. Meni zikr qilinglar. Meni aslanlar va zikr qilinglar dedi. Degan vaqtda nimada aslaymiz desa, Imom Suyuti deydi, namoz o'qish, tasbih etish va uni o'xshaydigan tahlil, tamjid deydigan, Allohni maqtaydigan Qur'oni Karimda va payg'ambardan duvatgan barliq nimalar, hamdlar va sano shukrlar. Men mushunlar ma'ni nima qilinglar? Aslanlar. Namoz o'qinglar, zikr tasbih o'qinglar, mushtaq qilinglar. Mushtaq qilishning o'zi men sizlarga bergan ne'matning nimasi bo'lgan bo'ladi, u ne'mat bo'lgan shukronasi bo'ladi. Mushtaqchi qilinglar dedi. Endi zikr degan nima degan gap? Zikrniki o'zi asli tilniki o'zida aslitish degan gap. Buniki keyingi nimasining o'zida asliganlik odam og'zi deydi. Buni ko'p sonning o'zida og'zi devatgancha gap bo'ladi. Endi buniki endi og'zi devatgandiki, buniki og'zi deyish orqali mushtaq qilgan savob nima? Zikrning eng kattasi namoz. Nima u namozning oldiga qo'yilgan zikr tasbihchi yo'q. Chunki namozning o'zi tavanda keladi. Bu eng asos nima o? Bir banda bilan Allohning o'ttirisi bo'lgan aloqa. Ham Alloh taolo shu 24 soat ichida, shu vaqt o'zida men mushtaq ishni qilsam, men seninki gapingni anglab, nima desa shu buncha qilib beraman. Shu chog'da ikkimizning o'ttirisi aloqachi chetiladi. Shu vaqt o'zida bo'ladi. Degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Uningdan boshqa namoz o'qigandagi zikr tasbihning o'zi faqat og'zida emas, butun a'zoniki hammasi uchun uni qilish. Unimon zikr tasbihning o'zi og'zi deyish, subhanalloh, alhamdulillah deyish bilan birlikda, uningdan boshqa Alloh taolo bergan barliq a'zo orqali meni Allohni esladigan shu a'zoni shu Allohning buyrug'i bilan amalchi qildigan qilish. Mana ko'zimizcha ko'z orqali Allohni eslash. Qandoq? Alloh taolo meni harom narsa qarash, xato narsaga qarashdan, uni beka ziyonliq narsa qarashning o'zini Alloh nima qildi, uni to'sdi, uni qilmasam bo'ldi deyish. Uni o'rniga Allohniki oyatga asosan butun narsalarni qarashda ibratlik va dars yusidan Allohniki birlik va borlig'ini uqtiradigan mushu narsaga qarash kerak.
Meni mushundaq eslatimiz. Uni dekin, mana og'zimiz chiqqan gap, og'zimiz chiqqan og'zim bo'ldi deb hamma gapni qilmaymiz. Alloh taolo manda ishni nima qildi, harom qildi. Mana shu qilmasang bo'lmaydi dedi. Men mushundaq qilish orqali aniq buni qilamiz. Uni boshqa mana qo'limizni tutish, qo'limizni tutgan vaqtida bu narsa hamma narsa tutmaymiz, kapit berib. Harom narsa va uni tutish bo'lmaydi. Alloh ruxsat qilmagan. Ham mangan vaqtida putimizning o'zi meni putim bor deb mengivermaymiz. Meni Allohning rasuli nima dedi, qanday yer mengishim kerak, berishim kerak. Bu çoğu zikr oludu. Bu esleş oludu. Onu da başka Allah Teala benim mından dedi. Onda o anıkın Allah'ın üzerine böyle biz oylaş tefekkür kılışın üzerine Allah ruhsat kanunlarına asasen ne kılışımız gerek bunu böyle esleşimiz gerek. Şu nasıl oylaşımız gerek. Çünkü kalbinin içindeki oylayan nasıl emel. Onda o anıkın kalbimizin üzerine yamanlık, eskilik, hıyanet, diğerlik bundaq bir gap to'shish, suxanchilik deganidek g'aybat shikoyat mening psixolog yani bo'lgan bo'lsa, bundaq bir ishni ko'p qilmasligimiz kerak. Deb hattoki hissiyot, meni hissiyatim keldi deb hayvonga o'xshash undaq emas, uniki ma'lum halol qilib bergan bir nima jubba. Shuning uchun ko'p qilasiz deganidek bütün nazkarlarning o'zida Qur'on elsi nima debdi deb bizniki chunki bizniki barliq hayotlarimizning o'zi mana Qur'on va nim bo'lgan bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimda buni qanday qilish to'g'ri shu bakitib bergan. Uni qarta shu qilamiz, ondaki bu nim bo'lgan bo'ladi, zikrchi bo'lgan bo'ladi. Men mushudda qilsanglar men nim qilmasini, men sizni eslayman. Yani men sizni eslayman degani, yani nima degan gap buni? Men sizni eslayman Alloh taolo eslaydigan gap bo'ladi. Yani bir odam meni bir eslagan bo'lsa, uni uchun ziyorat qilib, uni ihson qilib, uni ne'mat berib, mushundaq ishlarni qilib berib, mushtaqchi qilgan gap. Unda o'nikin siz mushtaq qilsanglar, andaki men sizni eslab, sizga yordam qilaman, inom qilaman, mushtaq xor zabum qilgan bo'lsanglar, u chog'da men sizga yordam qilib, men nima qilmasin, mustaqil, erkin o'z joyini yashaydigan islomiy davlat va o'z makonlarida yashaydigan ota-onasi va tuqqanlarga qilgancha mushtaqchi qilaman degan ne bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Endi men sizni eslayman dedi. Endi Imom Buxoriy debdimi? Imom Suyuti debdiki, ya'ni azkurkum degan gap deyilibdi, uning ma'nosi ujazikum. Men sizga mukofot beraman. Siz ashtaq eslasanglar, bu eslaganninki barobarga men sizga mukofot beraman. Qayerda? Mushu dunyoda o'lgandek jannatga beraman deb mushtaqchi debdi. Ya'ni ba'zi mufassir olimlar men bu o'z nimani bu yerdagi azkurkum degan gapning ma'nosini mushu debdi. Endi hadisda bor deydi Imom Suyuti. Hadisi bor, mana Alloh taolodan payg'ambar alayhisolatu vassalom mana nima qilib uni yo'tkab, ya'ni vahiy qilish, ya'ni hadis qudusiy. Mushunda mushtaq deydi. Bir odamiki eslagan bo'lsa, yoki hadisi bor Allohdan, ya'ni payg'ambar Allohdan rivoyat qilib, Allohdan so'zlab mushtaqchi debadi. Bu hadis qudusiy degan gap mana hammamizga ma'lum. Buniki ma'nosi vahiy. Uniki lafzisi payg'ambar sallamning og'zidan chiqqan nimasi o lafzisi bo'lgan bo'ldi. Meni bu shunday pan. Bir odam meni o'z nafsida zikr qildi. Ya'ni o'z ichida haq o'qimaydigan jimmati mushtaqchi qilaman debdi. Qon bo'lsa men bu odamning o'zini men o'z nafsimni nima qilaman, zikr qilamanki, ya'ni u odamga hech qanday bir adab o'qimaydigan inom va ihsonni va yordamni cho'q qilaman. Bunda qilaman. Bir odamki meni bir jamoatda yuqori tabaqali bir jamoatni nima qilibdi, eslatdi. Ya'ni yuqori jamoat asabdiki, ya'ni ular jamoat bo'lib, kollektiv bo'lib, yo'q olmaydi, o'z yolg'iz bo'lsa-mu, qolgan o'zi nima ekan, jamoat uni yetkazadigan, zikr qilib, uni uchun deydigan, tabliq qilib, mushtaqchi amaliy ko'rsatadigan, mushtaq ish qildi. Bo'pti, men haq o'kinim qilgan jasoratlik. Mushtaq qon bo'lsa, men u odamning o'zini, men ularniki o'qishdimi yaxshiroq bo'lgan bir jamoatda uni gapini cho'q qilaman. Bu qavm melekul a'la. Köyde olma, ey bendelerim, ey pirişteler. Benim bende mışta çok kadıda cesaret, galatta bilgenli ve okkanın üzerine hiç kanda tep tapmasın, sözlep, dep, mışta kalıp oturup, tebliğ kırıp, mışta yetkizip, cihat kırıp, mışta çok kavadıda. Köyde olma anıcı, mışta çok değmen. Diyen nimuva Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ben Allah Teala'da rivayetkan bu şeydi şu, kudüsü şu bak. Yani demek, men sizni eslayman degan gapni o'zi
Cezmen esliga vaktimizde o Allah'ınki bizniki kandak eslişi bağlık. Eğer mehbi anlayıp kan bolsak, mehbi, eğer aşkar kan bolsak, aşkara, eğer cesaret korkmay müşdak, yani Allah'ın kitabını, Kur'an'ını, müşdak ahkamını yetkizişinizi korkmay müşdak kan bolsak, Allah'ımı korkmay, anı bütün halk emini de, anı yardım kırıp, halk otursa, anıdaki onu galbi çok kızgan çok yap. Eğer bunu karşı onda kılmay, yani bununki şartıda, eğer onunki niyeti halis bulmay, uçağınızda ya abru için, inavet, ya pul tepiş için, ya hukuk, ya bir nes tepiş için bolsa o halis emas. Çünkü Allah Teala mana her qanday naskerahning o'zida pokiza nima qiladi, qabul qiladi. İlahi yasadul kalimut tayyib, innalloha tayyibun la yaqbal illa tayyiban. Vashkuruni va la takfurun. Va man shukr qilinglar. Mening ne'matimga nima qilinglar, shukr qilinglar, nima qilish bilan, toat qilish bilan, ibodat qilish bilan. Endi shukrniki o'zi, mana shukr qilishning o'zi yuqorqidek zikr tasbih qilish bilan birlikda, undan boshqa yana Alloh nima deb buyurgan bo'lsa, ko'zimiz, qo'limiz, butun badanlarimiz orqali mana mushunda qalin o'zi nima qon bo'ladi, o shukr qon bo'ladi. Şunun qarta onunki en yuqori olgan, mana payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'rsatgan zikr tasbihning o'zini, mesela Qur'oni Karim Alloh ko'rsatgan, men deb bergan alhamdu deganlarda qanasi deyishim nima shukr olgan bo'ladi. Onunki nimasi bir shukrning o'zi en muhim bo'lgani Qur'oni Karim hadis Rasulullohda Allohning rasuli nima degan bo'lsa shu bu amal qilish. U joyda ish qilib amal qilma shukr deb o'ylash. O nima bo'lmaydi, u bir shukr bo'lsa-mu, lekin haqiqiy mohiyatdagi shukrchi bo'lmaydi. Shukr deganiga, ya'ni bir odam siz yaxshi qilgan bo'lsa, yaxshiligini o'zincha uni o'xshash ya uniki eng jiqinida ubdin uni qaytirish. Qaytgan bo'lsa shukr olgan bo'ladi. Bo'lmasa shu mushtak yemirib jimmiti turib, uchoq qildigo deb, ya berdigo ya Alloh deb mushtak qilgan bo'lsa, uchoningizda bu uchuv bo'lmaydigan gap. U shukrchi bo'lmaydi. Shukr degan mushrik gap endi. Şükür diyen gap, rahmet etiş diyen gap. Allah Teala'nın müştak inan ihsan kan bolsa Allah Teala deydi, "Man rahmet etilma." Rahmet yani Uygurca desek, rahmet etildigan Allah'a ibadet kılışıdan, taat kılışıdan bulunduğun nima o? Nerse dediğim o suyutti. Bunda olmadı ki Allah buyurgan neskerahının üzerine hemen kılış, yandığa iştiçi, yenişinki üzeri, men bulup mu hazır devrimizde nait muhim bu vatka iştahınki üzüçü var. Men müştin üzeri Kur'an'ı nime deydi o? Nime buyurgan, nime toskan, diğerledek müşnesi kılış arka andaki kısa, uçağımızda Allah'ınki bizgi bergen bu nimetinin üzge şükür kan bolumuz. Bomuz şu, onun şükür kan bombayımız. O ne deydi Allah Teala ahirdan? وَلَا تَكْفُرُونَ Mağnin bomağını kapırçuk bomağını. Tuzkorluk kılmağına. Eğer uçağımızda bana rahmet etmişsana, yani ibadet kılıp, ben neyme degen bolsam şu bu emel kılmay, onu karşı çıkıp unmay, muştak kan bolsana, uçağımızda bana tuzkorluk kan bolsan. Tuzkorluk kaldıkken andaki tuzkorluğun cezası ne bolduğunu gap unmağandıkken, onu muştak iğirçu bolduğunu gap. Muştak çok kalanlı deydi. وَلَا تَكْفُرُونَ Bana kafir bolmağına məsiyət edən, Allah'a asi olduğuna işini çok kılış bilə. Deydi. Mene Allah Teala, men qandaq ki, mene aşu bütün umumu Müslümanlı xalqıga muşdaq inam çok kıldı. Qandı ki, bununki şükranlık asasen, Kur'an ve hadisden neme degen bolsa, bil ittifaq kuchun yetken kadar çok kılış çok gerekti. Bunu kılış gerek. Endi biz Uygur Müslümanlar buluşu itibariyle Allah Teala bizde mene 1000 yılda yakın 1000 yıllık aldıda muştak inam ve ihsan kırıp İslam dininden ibaret olan çok bir nimetini çok kıldı. Badi bunu kartan de mene şu nimetin üzerine şükür kıldı, şu vaktizde emel kıldı, Kur'an yazıp kıldı, şu canlıdan hani kandak oldu, hürmetlik, hakimiyet, açta imparator kurup oldu. Onun kendinden andaki ne oldu? O şükürün üzerine yüz şükür et kıl unumay. O hemis men kıldım, o kıymeti, bu kıymeti benim işim. Dep Allah Teala muşundak mene nes coğrafilik urun, makanını belgen bozumu, onu şükür azı kılmağandaki kandak oldu andaki, onu karta ceza oldu. Müştak çok iş oldu. Onu olmadıkken bunun karta her kanda bir nimetin üzge rahmet etişimiz gerek. Rahmet etişimiz öz işçimizdi mi? Bir adam ki yaxşılıkı müştakkan olsa bunun karta rahmet etişimiz çok o vacip. Onu şükür deyimiz. Yine Allah Teala ya hem de
masiyat. Hamda wala takfurun, asi wala takfurun ni degan gap. Ne degan gapning o'zi takfuru, la takfur degan nehi. Nehi bo'lgandan nehining o'zida la tazribu deganda deb unning chu kelmaydi. Bu yerda nunniki kelishning o'zi bu nima? Nun viqoya deydi. Nun viqoyaning tahtida har mutakallim yoki mutakallim bor. O'chan yoki mutakallim maqofining jihati tushib ketiklik, bo'lmasa la takfurun ni degan chu gap bo'ladi. Mana degan chu gap. Ya eyyuhellezine amenu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Deydendi. Hey mu'minlar, yordam talab qilinglar, oxirat ishining o'ziga sabr qilishlarni qilinglar, yordam talab qilinglar. Deb Alloh taolo bu oyatning o'zida men mu'min musulmon bo'lgan odamning o'zi bu oyatni dunyoda shodi to'lg'anda tortib, men cho'ng bo'lganda tortib, o'lguchilik bo'lgan orliqning o'zida kurash bilan o'tadi. Faqat Alloh taoloning silq bilan o'tadi. Uning uchun buni birdan-bir hal qiladigan, birdan-bir uning ustida yengadigan narsa nima qilish? Mayat Alloh taolo bizni ko'rsatyaptiki, mundaqcha qilinglar, qanday qilinglar? Sabr qilinglar. Yin birisi namoz o'qish orqali onadagi cho'p ishini hal qilinglar. Buniki birdan-bir nimasi, mana hal qiladigan usulichi musho. Mana bo'libmi? Mana hozirgidek yo'q, mana qiblani Baytul Muqaddasdan Kabe'ga yetkazgan vaqtida sizga har tarafdan mushtaq nima keldi sizga? Mushtaq har xil tarafdan bidan haqoratlash, kamsitish, shak mushtaq shu keldi. Har nima qildi haqoratli, kamsitdi, mushtaq shu qildi. Qov vaqtingizda siz qanday qilinglar? Bunuga sabr qilinglar. Nima qilinglar? Chidanglar. Mana chidash orqali shu yordamni shu talab qilinglar. Nimiga osh naskarahlik o'zida g'alaba qilib, buningki g'alaba qilish orqali Allohningki rizoligiga erishib, savob erishishga. Savob erishishga, oxiratda buning savobini olaman deyishga va dunyoda uning manfaatini ko'raman deyishga sabr qilishdan. Sabr qilishga chidash. Chidash bilan shu ishni qon bosan o'chog'ida o'zi oldiranini qilmay, uni chidab ashtaq sal uni qarshi ashtaq kuch kasmi rasmiy chidab uni ustida g'albichi qilinglar. Mushtaqchi qilinglar. Uniki birdan-biri shu qilgan ishning askarlik kofir, munofiq ashtaq narsaning o'zi qandoq vaqt o'zida ashtaq bo'lib qolgan bo'lsa, buning chidash. Shundaqla ziyon ish kelgandiki, shuji sinoq dunyosi bo'lgandan unga har xil qiyinchilik, masalan, turmush voqealar kelgan darhol uni yengib kelgan ish bo'lmaydi. Ya'ni demak, siz mustahkam bo'linglar. Siz qilgan ish, siz din uchun, islom uchun qilayotgan ish bo'lgandan buni nima qilinglar? Jazman ideyanglar mustahkam bo'lsin. Jasorat bo'linglar. Ujon o'zidan hargiz ig'ibchu ketmanglar. Uning uchun chidanglar deydi. Andaki chidash orqali andaki bu ishniki savob bo'lgan amaliyotga achqidiganga qisanglar andaki bu ish uchun amal oshadi. Bo'lmasa, uni chidamay, uni qarshida kelgan kichkina bir qiyinchilik bo'lib qolgan bo'lsa, masalan bizning deydi, bizniki mustaqilligimizni ish nima uchun bo'lmaydi? Nima uchun bo'lmaydi? Nima uchun amalga oshmaydi? Buning sabablari nachichiq. Yin birisi mushundaq, ya'ni shu ishni qilma degan osh kuchlar, osh jamoatlarimiz, osh ulug' kishilarimiz o'zi qanday mana jahon kanal vaqt o'zida to'lg'on suv kelganda bir narsa sharib hammamiz bo'lib ketdik. Shundoq qilishimiz kerak. Endi bu ishning o'zi shundoq bir ta'til keldi deydi, shundoq kelgan vaqtida hammasi ishdan ko'yilib, sepda uni tashlatadigan. Shuni bu ishning o'zi mana mushundaq kaynik surilib amalga oshmoqning sababi shu. Ulida jasoratlik, g'ayratlik, mustahkam, sabchidamlik deydigan ve tevrenmez iradetin ibaret olan narsa yok. Qachoniki mushundaq irodelik bo'lsa, andiki bu ishni o'zi uchun g'alaba qiladi. Ammo hamma narsa o'zi uch qashqari asaba dingidu kelgusida yugurib oy qilamiz deb, jihad qilamiz deb. Oxirida shundoq kishilar bir ishib qolsa, uni to'xtab, opirib, chechirib, hamma narsa tashlab o'zi qiyofni butunlay o'zgartirsa, ish shu bo'lmaydi hozir kerak. Mana shu. Yeni birisi anladiki, mana sabr qilish bilan Alloh taologa nima qilishda, ibodat qilishda va balog'a. Mana Alloh taologa ibodat qilishda sabr qilishsiz. Qanday? Alloh taoloniki buyurgan
ibodat buyurgan ma'murning hammasi o insonning tabiatiga ig'ir keldi. Nima asl mushaqat, ammo haqiqiy taqvo muttaqi kishi bo'lgan bo'lsa, o'sha ig'ir kelmaydi. Ammo sen mushudaq linkpay o'qigan bo'lsa, ig'ir kelib namoz o'qishga kelmay, bi o'qib, bi tashvatib bo'lib hozirgi davrning o'zida. Men mushtaq cho'k kelgan ekan. Uning uchun siz qanday qiling? Mushi ibodatniki amilligi ish uchun jazman chidang. Sizga har qanday ashni o'qisiz jon kelib ketsa-mu, o'chaningizda o'qiyversiz namozning o'zini. Alloh taolo men ash muttaqi bo'lgan ifodasi va man yattaqilla yaj'al makhrajan degan oyatga asosan va min haysu la yahtasib degan oyatga asosan sizga o'ylamagan yeringiz o'zidan Alloh taolo rizqchi berdi. Chunki har narsaning egisi kim? Alloh. Mushtachu qiling. Yin bir sonidagi toatning salbiy tarafi bor. Salbiy tarafi nima? Men bu haram Alloh taolo buyruğu tosqan naskrah bor. Men yolg'on gap qilish, va'z to'maslik, men haram yeyish, ribo yeyish degandek, mushta haram narsa qilmasak bo'lmaydigan haram narsaning o'zi uchun nima o? U Alloh taolo tosqan bir nima o? Ma'niyat bo'lgandiki, uni bo'yicha amal qilsa toat bo'ladi. Men buni chidanglar. Uçağınızda her qanday zaman buzilib ketsin-mi? Uçağınızda mushtaq yolg'on gap qilsa tijorat qilolmaydi ekan. Uni ozroq bo'lsa aralashtirib qo'yish kerak ekan. yoki ribo qilmasa bo'lmaydi ekan. yoki kishining haqqini evasa bulab, o'g'irlab mushtaq qo'yib, mushtaq qilmasak bo'lmaydi ekan. Hozir qilolmaydi ekanmiz deb undaqcha hargiz qilmanglar. Mana mushtaq kelgan bo'lsa-mi, agar mayada nima, maishni qilsang, foydasi qolsa harom. Maishni qilsang, yolg'on gap qilib, uçağınızda rast gap qilsang, uça alamaysan. Yoki riba, yoki binasa, ya va'zi yoki ash yomon askar aralashtirib qo'ysan, saxtkorlik qilib. Bu qilmasang ozib qoladi, lekin qilsang chiq foyda olsan. Shu vaqtda bu siloq. Shu chog'ingizda nima deydi Alloh taolo? U chog'ingizda haromni qilmang deganki, bu chog'ingizda bu Allohning buyruq bo'ysunib, siz uni qilmay, buni chu qilsiz. Bundaqcha qilinglar deydi. Yana bir sondikin balo. Sizga musibat kelgan bo'lsa, musibatning cho'ng kichigi yo'q. Men cho'ng nimasi yo'q, kichigi yo'q. Meri cho'ng olsun, meri kichik olsun, uningki o'ziga nima qilinglar, uningga sizlar chidanglar deyildi. Va shuningdek, namoz bilan nima qilinglar, yordamchi talab qilinglar. Bu namoz noitibak nima o? Muhim. Uning birisi sabr qilish, mana har qanday bir ishning o'zi g'alib qilishning birisi sabr qilish, chidash bilan birlikda, uningdan boshqa nima? Namoz. Namoz bak muhim. Alloh taolo bu namozni bu yerda bo'lmas, namozdan boshqa nima va ro'za va zakat va haj va undan boshqa narsa kerakchi bor. Men buning için Alloh taolo bu yer namoz o'qish bilan buningdan nima qilinglar? Uning bilan siz sabr qilishning o'zi, uning bilan shu qilmoqchi bo'lgan ishning o'ziga meni yordam talab qiling. Shu namoz o'qisan bu g'alib qilib ketsinlar. Degan nima bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Nima uchun bu gapni deydi boshqa ibodatni demaydi-sa? Bu zikrga va salat deb boshqa xos qilishi, lekin takarruriha va izamiha. Namozniki o'ziniki nojiq tahrat topqanlik uchun. Nimishqa? Bir adam mu'min musulmon bo'lgandiki, balog'at yetgandiki, o'lgan qadar 24 soatning ichida qancha qata o'qiy namozni? 5. Nima? 5 qata o'qiydigan gap. Qolgan ibodatlar-chi, mana haj, uning boshqa Ramazon, zakotniki o'zi. U nima? Yilda bir qata keladi. Nima? Yilda bir qata. Yilda bir qata keladi. Va uning boshqa jihad deydi. Jihadning o'zi davomli bo'lmaydi. Shu düşmanlarning o'zi bizga qarshi hujum qilib, ashta qavvat o'zida o'zimizdagi diniy va islomiy davlat va vatanimizni qutuldirish uchun, qo'g'dash uchun qilingan nima? Urush. Yin birisi anidikin davlatning o'zi rasmiy xotirjam taraqqiy qilishga to'sqinlik qilib, uni unmay, qarshi qilib suiqasd qilgan bo'lsa, uchoqda qilingan. Uchoq nima? Shartlik. Undan boshqa bo'lgan ibodat hammasi shu shundoq asosan. Unda bo'lgan namozniki o'zi bir kech kunduzga 5 qata o'qish bo'lgandikin, bu e'tibor davomli kun takrorlanib turgandikin, bu insonlarga nima qilgan gap? Ig'ir cho'kib qolgan gap. Shu Alloh taolo bu yerda salatni deb qolgan ibodatni demashlik sababchi shu. Ham uni ustiga namozniki o'zi
Muşu zikr tasbihniki işidiki mana bu ibodatdan işidik eng ulug' ibodat. Bu nima idamiha, eng katta ibodat. Chunki bir odam mo'min musulmon bo'lgandan keyin birinchi bo'lib balog'at yetgan bo'lsa namozdan boshlaydi. Bundoq bo'lishda chunki bir odam men musulmon bo'ldim degan gap Allohga men bo'ysundim, Allohga men evni bo'ldim, banda bo'ldim, Allohning o'zi iloh bo'ldi, uni butkul naskarahning o'zining yo'q yer barqib meni yaratgan zot, mencho shuningki qatorda bo'lgan bir banda, butun naskarahning egisi Alloh degandek haqiqiy bilan ma'bud, haqiqiy nima abdilik naskarahning o'zida yana qulluqni o'zi bu yerda ifodalaydigan shu narsa bo'ladi. Undan keyin buniki birdan bir hamda hurmatlash, uni nima qilish, uni nima desa amr bo'ysun o'zi men tarix bilan har xil shaklda bo'lib kelgan. Ba'zilari o'zi yuqum bo'lgan imperator nima desa, masalan beshini egishish yoki ta'zim qilish yoki mushundoq tizlab cho'kib buni oldida turish. Mana bu namozdan iborat bo'lgan. Bu namozning ichida mana Qur'oni Karimda zikr va mana duo va durud va mana nima so'raymansiz u va shuningdek bu hurmatlab qilingan barliq harakatlarniki hammasi namozning ichida qolgan mujassamlashgan. U qavun ve teslim buluş, kolunu götürüş. Mene bir adam, yine bir adamın aldıdan müştak, neyme de yüz pesik tutsa, örtürüş, mene kolunu kusturur. Onundaki tazim kırış, onundaki bakışını çok koyuş. Mene bütün ümmetlerdeki müşundak tarihini bulatkan hürmet şeklinin üzü Kur'an-ı namazın üzü için mücessemleşken. Şunun için bununki içindeki bu namazın üzü müşundak katılışın sebepçi olmuşluğun için ibaret. Şu an bu namaz ne atibek neyme o? Muhim. İnna Allaha ma'as sabirin. Cezmen Allah Teala sabır qiluvchilar billidir. Aşıdak musibet, aşıdak kasımı, aşıdak haram narsa qilmish qattiq bo'lmaydigan bo'lib, aşıdak o narsa qilmay, uni o'rniga halolni qilib, mushtaq chidab qolgan kishilarning yuziga Allah birlik bo'ladi deydi. Allah nima bo'ladi? Birlik bo'ladi. Nima bilan? Yordam bilan. Yordam bilan bo'ladi. Ammo Allah yordam Allah'daki bendelerge, mahlukatlarga bir oluşunun yüzü iki. Birisi Allah Teala varlık neskerahının yüzüne insanların şunun içinde açta yaratkandikin yaratış itibardan Allah Teala o bende mahlukun yüzüne kandak ikenliğini ne okup durdu, o bilip tükürdü. Haberdar bu durduğun gap. Bu Allah'ınki o bilimiga mahluklarla birga bo'lishlikki nimasi nima ilm bu nima Allohda olib bilib turgandan keyin bu narsa bo'lgan birik bo'lish. Yin bir bo'lish va bu boshqa narsa o'xshamaydigan, u bo'lgandan boshqa ulug' nima qilish, yordam qilish. Ulug' nima qilish, yordam qilish. Bu yordamimizni Alloh men sabr qilishlar bildirdi degan gap, ya'ni Alloh ularga u boshqa narsa o'xshaydigan bir shaklda. Ya'ni u qolgan bandagi mushta Rahman sifati bo'lganligi mushta inom ihsonni qilib tursinmi? Uningdan boshqa alohida nimalar yordamlar chu uni ayrim qilgan. Şu ardım qilgan yordam bilan o'zi men bu sabr qilib, chidab, mustahkam, tavranmas iroda men mushdoq bo'lgan kishilar bilan chu bo'ladi. Men bir ko'kib as yo'q, yin bir ko'rib, yeni qurib sharikdak o'z-o'zi kalkusam bo'lganda bo'lib, unidagi boshliq uni yo'qab ketgan bo'lsa, buning hech nima yo'q. Amalga oshmaydi deydi. U joyda uni men yordam qilmayman deydi. Şu mu'min bo'lgan odam o'zi shu salmoq bo'ladi. Unda aldırangıcı bo'lmaydi. İşini ait puxtu qiladi, atrofliqchi qiladi. Qilgandiki bir ishning o'zi shu payg'ambarsan, qachoniki iroda qilib qilmoqchi bo'lsan, uni azm qilsan. Resmi qilsan bo'lmaydigan atrof o'ylab ashta qavada nima qil uni qil. O'sha amal qiladi. Ya'ni uçağınızda andaki qilmas deb qandikin rasmiy o ishninki kayinda rasmiy turib, uniga egi chiqib, shu bo'yicha amal qilishimiz kerak, mustahkam turishimiz kerak. Irodamiz mustahkam, mana ideyasimiz rasmiy shun uchuq, oydin, mushtaqchi bo'lish kerak, uni mustahkam turib, shu bo'yicha harakatni to'xtatib qolmay qilishimiz kerak. Anladingizmi? Uçağınızda ishni g'alib qiladi. Bo'lmasa yo'q. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ودماغا ey müminler, anda bir kişilik öldürüldü, o kişi Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda ölgen kişilerin ola ülüklerdir, dimağlar. Belki ola nemidir, tiriklerdir. Siz onu ne kılmayızlar, siz almayızlar, tirik hikayeliğini.
Bu dünyadaki bunda altında onunki o dünyaya verip yani bersakıl alemine verip o yerde tirilgan tirik alet turup müştak ma dünyadaki yaşap açtak kalkmıştı ma dünyada turup onu bilmezler. Bunda kabiliyeti onun yok. Dep Allah Teala şu müştak şu dedi. Hem bu yerde de Allah Teala ve la taqulu lima yuqla fi sabila amwatu bel ahyaun walakin la tashurun deyişin üzerine yukarı Kabe'nin üzerine dahil İbrahim müştakıl degan gap. Mene bu yolun üzerinde iradesi mustahkam müştak boludu degan gap Allah men müştak mukafat verdi onu billi oldu degandeken bu yolun üzerinde bu adamın özü şu işni qilman deb men ölüp ketishi mumkin. Ölüp ketiş mümkün bo'lgandan u chog'imizda voy bu odamni ölüp ketganmiz undaq bo'ldi mundaq bo'ldi o yo'qolib ketdi deb o gapni qilishga bo'lmaydi. Shu unda ishib qolgan vaqtimizda jazman hargiz unda g'amchu qilmanglar. Lekin ma dunyoda o'lgan bo'lsa-mo'madaq odat bo'yicha lekin Allohniki dargohida bu nima o'lganlik emas, faqat bir hayotdan bir hayotga nima yetkish. Masalan, oyda moyga chiqish, yo ma davlat bergandek bir ish. Uncha ular çok qilib ketmanglar. Nima? Cezmen muşu İslam'ın âli buluş için, ilah kelimetullah'ın âli buluş için, bununki terakkiyat için cezmen küreş kılanlar. Her kandak muştak Yahudi, Hristiyan, münafıkların üzerine açta karşı tutup açta kısa mı? Mene yukarı ayetimi kısak. Cezmen onun üstünde garibi kılıp, sabır kılıp, çıdap, namazı vaktini okup, Allah Teala talep kılıp, muştak çok kılanlar. Bunun jarayonida eğer ölüp tatip kalsanlar Allah Teala'nın dergahida, ma dünyada men ölsem deb ölme deb atsam, lekin o kişinin üzeri Allah'ın dergahida tirik. Ne buludu? Tirik oldu. Onun için siz muşun için müstahkem turunlar diğer men muşu maksatını asas kılıp Allah Teala ma ayetin için bu yerde çok devam ediyor. Yani bir adamın İslam'da degen bolsa her gün bu tağdan benim adetki nimemez, tüp mağdağı yol emas. Bunun içinde her xil to'sqinliklar var. Bu hayat sınaqlar ötedi. Endi bir oyatin o'zida "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabil amwatu bil ahya'un" degan oyatin shu sabab unda. Bir payg'ambar Makkadan Madinaga kelgandan keyin Badr urushi degan bir urush bo'ldi. Bu urush rasmiy yilqi maqsad bo'lmagan urush. Bu urushning o'zi yilqi Mekke müşrikinki yilqi Shamga mang'an mushu yilqi malning o'zi musodir qilamiz deb chiqdi. Çıkan vaktimizde şu çağda uğraşıp garip. O çağda ölgen adam 14 oldu. 14 olup, benim muhacirlarının üzerinden 8, benim 6'dan ensarlarının üzerinden 8 ölüp getirdi. Ölüp ketgendeki şu ana bu yerde, ben tunç katım yüzüge işi oğandayken, bu itibardan o yer kişilerim kıldı, oy falan ölüp gitti, oy yokup gitti, eğer çıkmagan olsa andaktı, mandaktı, köymendiğin ama dünyanınki lezzetini kıp kaldı, ben dinledim. Onun başka şu vakti üzerinde çıkan münafıkların üzerine, hem Yahudilerin üzerine, bu Müslümanların üzerine kuturtup, köyde olma, İslam'da hep ayağa çıkıp, köyde olma, belki işliklerimiz hep ülperdisinin kadınlarına, kal bizde çıkmagan bolsa uçan qanday qilib bizde yaşatmışdak qildi deb müşkatni cho'qqan. Qabahtizda Allah Taala bularga raddiya berib, ey mu'minlar, sizlar ularni o'lik demanglar. Shunday o'lib ketdi degan, o'lib ketdi normalda o'lib ketdi topib demagan, ani kubbatliq yalqi mushrik kofirlar e'tiqod qilsa tugidi deydi. Tugidi degandan keyin Allah Taala buni to'sib, sizlar hargiz o'lik degan gap ishlatmanglar. Hem demanglar, nima deymiz ularga? Şehit oldu. Allah'ınki yolunda şehit olan kişiler kurban buldu. Allah'ın yolunda 100. kurbanlık kıldı. Bu hayat kişi şehit oldu. Şehadet, mena şehadet nima kıldı? Erişti. Şehadetin şerbetin içti. Deb mustaqil deyish çok gerek. Bunu öldürücü deyish ondan çok olmaydı dedi ölümlerimiz. Şu vakti şu ayetke düşken. Düşkendeki Allah Teala mena ular ülüklerdir demeyler. Belki ular nimedir? Tiriktir. Hem de evveliyette bizim közümüzde buna ülvadı dendi. Ölgendeki bu nim bol dendi. Öldü normallik ademde. Hem de Allah Teala bunu nim devadı ölmedi bu tirik devadı. Tirik devadı. Bu kandak tirik. Hem de hemimiz malum bu hayatın özü fakat bu dünya emas. Bu dünyadan başka yeni bir hayat var. O alemin berzah. Bu ahiret alemi bilen hayatı dünyanın ağırlığındaki men alemil berzak, alemil kabr deydiğen bir hayat var. Bu hayat bilen hayatlarındaki oturuzdaki fark her bir hayattaki boğan vaka ve işlerin üzeri yeni bir hayatı çok nem kılmaydı. Yeni bir hayatı dünyada yeni bir hayatı çok okşamaydı.
Bir-birisini qilmaydi, o'xshamaydi. Mana bu oyatda yashagan odam o'zi o oyatda dunyoda bo'lgan narsalarning o'zi qanday ekanligini hech kim bilmaydi. Bu bir nima u sir. Unda bo'ladi ekan, bu yerdagi Allohning yo'li deb o'ziniki eng muqaddas narsa bo'lgan, o'ziniki jonini bu yo'lda berib o'lib ketgan bo'lsa, uniki mukofoti ma dunyoda shakl jihati urf-odat o'ldirgan bo'lsa-mu, lekin bu olamning barzaqda nimadir ular tirikdir. Nima o tirik? Tirik yani biz mesela küp koyduk mesela uçağınızda bu tügüdü o dese uçağın ne boludu o? Ha tügüdü. Lekin sizinki közünüz şu. Lekin onun ki boğan hayatın özü nima? Hayat degan nima? Yani qandaki sizinki muş hayatı dünyada cisminiz bilen müştaq boğandak o yer bağa vaxtida alamın berzahın özüde muşundaq özüge düştük bir hayat var. O hayatın özü tirik nima qılıdı? Ular yürüydü. Tirik yürügendekin bulanın üzeri al peygambersem degende mana şu nemide alemnin üzerinde ula bir yeşil muşta uçarlığındaki içindeki koşğunun içindeki açlı uçup cennet açtakçı yürüydü. Bunu muştakçı mukafatı var degen peygambersem nemesi var yetişleri şu var. Hem bunu izah kılan peygambersem bir qancha nemeleri var yetişleri şu var. Yani bu neme muşda. Hem de muşudaq bo'lgan ekan, ya'ni bular tiriklar degani, ya'ni ularniki ruhlari mana yeshil ucharliqlarniki nimalardir, qo'saqlardir, havosil. Ya'ni hasilat degan gap, ya'ni hosil yig'ilgan gap degan gap, ucharliqlarniki ash kavak nimaning ichida, ashning ichida bo'lib, endi biz endi payg'ambarlar buni u dunyo bo'lgan biz xabar berdi. Xabar bergan biz nima degan bo'lsa shu ishimiz. Endi bu yerda shunda ishi bo'lamda bo'ladi. Sizdeki bu aklını bilmeydi. Men müştaq boludu. Uçağında bular cennetini qilib turdi. Müştaq uçup uca biz müştaq için mento turdu. Dep men Allah yolunda şehit olgan kişilerin üzerine Allah Kur'an-ı Kerim'de müştaq degan peygamber sen müştaq için tarif çıqqan. Yani demek Allah'ınki yolu en muhim bo'lgani Allah'ın yolunda yürüyüş. Allah'ın yolunda durup cezmen uruş meydanında yürüyüş. Bu cezmen ne boludu şehit olur. Bu derecenin deyimiz bu ne? Şehit deyimiz. Bu şehitin üzeri, beni şehitin üzeri, ne için şehit deyimiz? Çünkü ula ölgen değil ki Allah'ın mukafatı alma kaçan ne kan gap ula kürp olan gap. Şu şahit o Allah diyen ne boludu? Gaplarla bunu şehit deyimiz. Yine birisi andaki bu kişilerin üzerine şehit deyişimiz üzeri bu ne gap? Yani ulanık üzüge aşı ölge vaxtında pirişteni kırıp açta kötürüp açta kaldık. Bu itibarla şahit olan kişilerle pirişte alınmakça bu mümin Müslüman ikilik şahit olan kişiler diye itibarla bu şehitçi değillik. Bu nime şehit. Bu şehitin üzeri uğruşkanın üzeri cezmen uğruş meydanılık matrep kapır matrep Müslüman buluş gerek. Benim Müslümanın üzeri resmi ilah kelimetullahını men üstün kılma deydiğen kişiler buluş gerek. Materaptikiler resmi kafir olup, men İslam dini yok kılman, onu kıldırmayman, dep Kur'anlık kışkırıp uçağınızda besip ya tehdit kırıp, ya ki onu ne kadar onu besip başta kılış gerek. Anladığı ki şu meydanımızda resmi enik yüz kafir olup, anladığı ki aşağı bu taraf Müslümanlar uğruş meydanının üzerinde uğruşup aşağı ülüp ketken bolsa, uçağınız ne boludu o resmi şehit oldu. Hem de şehitlik üzere bu dünya ve ahirette her işkelisi deme şehit. Dünyada bir şehit yap hüküm alıdı. Ölgende kimi şehit yap neme alıdı? Hükümçü alıdı. Hem ma dünyalık verilen hüküm neme şehit. Şehitlik üzere muşundak boğan bolsa ulaniki üzerine kandak kılımız yani ölgen kim bilen aşk pettimden neme kılımız? Jumastırla defle kılımız. Eğer onunki uçsuzu da yani sen yukarrak ya ki müştak ya ki Cügüdek, müştak kim boğamaz onu saldırıp, uçağımızda onu nepiz yakımında karak kim boğamaz onu kaldırıp, şüphetim jumayla kendivelerle defni çok kırmız. Bu nime şehitlik üzere bu hakiki şehit müştak çok boludu. Yine birisiga ulaniki okuduğun namaz meselesi kelgan vaqtida bizniki Hanife mezhebinin üzerinde okuludu deydi. Lekin köp sallık alimimiz muş Allah yolunda şehit olgan mana muşdak kişilerin üzerine namazı okunmaydı. Çünkü namaz okudu degen gap cenazamızı o adamniki Müslümanların okuyan Müslümanlarniki aş adamniki Müslüman de, mümin de digerlik vergen nemisi o
guvohligi. Unda o'g'andan guvoh bo'lgandan bu odamimiz Alloh yo'lida shahid o'lgandan keyin, ya'ni demak, bu odamimiz allaqachon u ya'ni shu bo'lgan. Bu bo'lgandan keyin ikkinchi qator uniki namoz o'qishniki, hojati jinoz namoz o'qishniki hojati shu yo'q deb unda nima qiladi? Unga qaraydi. Endi qaragandan keyin uchamizda bulug'i berilgan hukmchi shu. Yine depne qilish masalasi shu. Aslida depne qilishda shu nima shahid bo'lgan shu kishimizni nada o'lgan bo'lsa shu depne qilish yo'tkamas kerak. Lekin zarur bo'lib qolsa yo'tkazsak-chi, u nima uchib bo'ladi. Endi bu dunyoda berilgan hukmchi mushamdi. Endi bu dunyo va oxiratda har ikkili tarafdan nima bo'lgan o, her ikkili tarafda shahid bo'lgan buning mukofoti. Ama o dunyoda berilgan mukofot mana Alloh taolo Qur'on-i Karimda payg'ambar degandek ashta mukofotga erishdi. Buning tarjimasi alohida nima yuqori bo'lgan bo'ldi. Bak yuqori. Yuqori bo'lgandan keyin endi bu shahidning o'zi oxiratda shahid bo'lgan, ammo dunyoda shahid bo'lmaydigan bir kishilar cho'pa. Bu payg'ambar alayhisolom degandek vaboda qo'sg'og'rib, yo tamda, yo bir yerga tushib, yo kasaldan o'sha o'lib ketgan bo'lsa, payg'ambarlar 5 yoki 6 dona degan so'z bor bir qancha. Shuning o'zini dunyoda shahid emas, dunyoda shahid hukm olmaydi, ammo oxiratda shahid mukofotiga erishadi. Bu dunyoda shahid mukofotiga erishib, mana shahidlik hukm olmay, o'sha normal bir odamnikidek unda jup tarab namoz o'qib, mustaqil qilamiz. Bu nima? Bu bunday bir shahidchi bo'ldi. Shuningdek, mana dinini, millatini o'zini qo'g'dash uchun, oilasini o'zini qo'g'dash uchun, g'ururni qo'g'dash uchun o'lib ketgan bo'lsa-mu, bu nima bo'lgan bo'ladi? O shahidning qatori uchun bo'lgan bo'ladi. Ya'ni demak, bizningki hozir yer shani o'zida birdan bir haqiqiy mana jihad, mana urush bo'lgan bir ya'ni o'zi bizningki vatanimiz. Bizning nimamiz? Vatanimiz. Bizning vatani. Bizningki vatanning o'zida urush qilsak, yer shani boshqa yerdan bor, kofir nima bor. Lekin bizningki vatanimizdagi kofir, besib olgan kofir, qolgan kofirlarga hech qanday tarafga o'xshamaydi. Alohida ba haddiga ishib ketgan. Buniki hokimiyati, xalq hokimiyati ateist, dinsiz. Uning xalqi buddist. Ularniki mana besib olgan ajoyib nima qildi? Bizning zaminni besvadi qilib, hech qanday huquq narsa bermak, xorliqlik, iziklik yo'q qilyapman deylik. Ammo boshqa yerda kofirlar bo'lsa, lekin kofirning o'ziniki nima asosida atlaq bo'lsa, o'zi qilsan bo'lsa ibodat vaqiza uning uchun qiliqlik. Mana inson aqllari deb yurib. Ammo bizning kofirning o'zi unda qilmoq. Unda o'lki bundaq yani o'zida bir ish qilib ashqa odam o'zi o'lgan bo'lsa, rasmiy 100 ming shahid bo'ladi. Nima u ish qilishaksiz? Shak yo'q unda. Mudaq. Endi shahid bo'lgan gap, ya'ni bu dunyodan o dunyoga shundoq hayoti dunyoda hayot dunyoga yo'tib keldi bu odam. Shunday yo'tib keldi degan gap. O'lmaydi degan gap. O'lmagandiki buning boriga mukofot, uniki badani chirmaydi. Chirmaydi turib shundoq shu qani niqib bo'g'ishik o'ri parining o'zi oyadi voy meningki jup turib qani deb ashtaq nim qilib turadigan gap sarab ashtaq xo'shalib turadigan gap. U dunyoda Allohga qachon Allohning rizoligiga erishib, uniki hisoboti yo'qlik jannatga kiradigan gap. O ikkinchi dunyoning o'zida. Endi o'chanizda kishining haqqi bo'lgan bo'lsa, u boshqa masala. Ya'ni demak, bularga berilgan mukofot mushning uchun iborat. Endi yeni birisiga lekin şu cihatın üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degandek litakuna kelimetullahiyal uliya. Yani Allah yolunda cihat kıl degan gap desa, bir adamning niyeti Allah'ın kelimesini âli kılmak degan bolsa, anındaki bu adamning üzerine boludu o şehit oludu dişlik. Eğer unudum başka abroy, inavet, kuşluk, yoki millet, yoki nuqul adette, yoki ummaydi devlet, devol turib, mana asabiyet deydimdi. Hamiyet deydi. Nimada hedisning o'zida. Mushid deb qolgan bo'lsa, uçan o'zida bu nima deydi Alloh taolo payg'ambardan shahid emas deydi. Nima emas u shahid emas. Unda o'lkin shu Allohning yo'lida o'lgan kishilarning o'zi shahid bo'lishniki shartlari mushtaq nima ig'ir. Shu vaqt o'zida aniq shahid bo'ladi. Shuningdek bizniki vatanimizniki hozir iziyotgan, turmida yetiyotgan, xorlayotgan, agar shu odamning mushu maqsadli bo'lib, ashtaq bo'lgan bo'lsa, o'lib ketgan bo'lsa, u shahid. Nima u shahid? Uning hech qanday chatoq yo'q. Jazman u Allohning rahmati bilan bu odamga Alloh taolaning bergan alohida bir imtihoni,
Nimisi? Mene Allah Teala o adamı bergen alayda bir imtiyozi ve rahmeti ve inami. Bu şeytiga hemmeden bulamaydı. Şu an Halid-i Velid radıyallahu ta'ala'nın şunda komandan Turxon ya başka sahabımı. Mene ahırda yüzük köpünün ülüdü kedidi. Bu adam dedi ki men muşunda uruş kısam Allah Teala man şehitlik berdi beramıdır. Jağlap kedidi. Muş mezmun dedim o yetişçuba. Yani bir adamın şehit oluşu öz adama şehit olmayıp ölamaydı. Apırıp kafirin argırıp öldürüp kısma o mu şehit olamaydı ki? Onda bulmaydı. Onun usulü var, onun şartları var, şununa kılısız. Andaki bu şehit oldu. Ne buldu? Uçanın şehit oldu. Andaki bu kapatı irşidan ki. Hem de o dünyanın üzerinde o dünyanın üzerinde şehitler berge mukafat alacak. Mesela 60-70 tane tukkunun yüzüne Allah'ın aldığı berip onda cennet ekirip ketidi o. Ular mında mukafat gördü diyelecek. Ben normal ülüp ketken insanlarınki idimi ular berilgan mukafat pavkul adda yok. Biz şunda düşünmemiz gerek ki bizdeki hayatımız eğer muşu yolunun üzerinde eğer ülüp ketsek resmi niyetimiz şu olan olsa biz cezmen ne oluruz? Şehit oluruz. Eğer bizim niyetimiz o açtak bulup eğer ölmeyen olsak ne oluruz? Gazi oluruz. Mene ülüp ketken olsak açtak mukafatı erişimiz. Manda bir cina nimetin üstüdeki olan bir yoldan ibaret olan nersi şu? Mene bu. Yani mağdu o ne bilen cennet ol bir joydaki halidi. Haligan yeri şu baralaydı. Nimiş kalsa lihadesin bizalik. Men aşının kartta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nimuan yedis çupa. Aş yedis boğanlık cehdiden men muştakçu boludu. Dep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam men muştak nimkan onu diyen deydemdi. Emdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki bir hadisinin üzerinde Allah yolunda ülüp ketken şeytlerin üzü kergavatçıda Peygamberimiz şurada deptiken. Zemmiluhum. Ulan nem kalanlar, ulanın üzü yögenler, üzü kiyamı bilen. Kim bilen kandak ölgenmez şurada çok kalanlar. Hem de ulanınki rengi kanın rengi öyle bilen kalanlar. Ama onunki pırığı bizgi mandak körgen olsun. İhbardı neme en yüksek derecede müştak çok boludu. Dep nem kan uçan üzerinde müşkepni çok kan. Onda var ki bu doğruluk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun başka Kur'an-ı Kerim'den bunun üstü toplulan nacicik nimeler var. Ben hadis ayetler çok var. Bu şey degende hep adetki bu nesçu emas. Acayip Allah'ın çoğun nimesi o benim mukafatı. Mene aşk Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın üzerine nimet oldu. Peygamberden kesse uçağın üzerine nimeni sıfatlıydı o? Şuhada. Ulaikellezin en'amallahu aleyhi minen nebi ve siddik o şuhada. 3. derece durdu. Mandak kişiler var. Velakin la teşurun. Velikin silim onun kılamaysa siz amaçlardan gel. Şare yaşuru deydi o. Şare yaşuru diyen gep, sezdi diyen gep. Sezdi diyen gepin üzeri Allah Teala insanların biliş için böyle insanlıkın vücudunda 5 tane azanı çok beketken. Birisi kulak, göz, burun, til, beden. Sizin kuvvet. Men muşuk kılış arkalık bu adamlarga neme malumat oldu? İlim hasıl çok buludu. Endi bu 5 azanın üzeri bu bizdeki bedenimizdeki madde olgandaki maddeden çıkan narsa. Unda olgandikin bu bizdeki bu sezim kuvvetimizin üzeri fakat maddeye alakadar olan, cisimge alakadar olan, şununla müteallik olan naskerahning üzünün kılalaydı o bilalaydı. Onunki gayri olan naskerahning üzünün kılamaydı o bilamaydı. Şunun için Allah Teala wala teş'urun yani siz onunki o dünyanızda hayat boğallığını üzü silim kılamayısın, onu sezamaysan. Çünkü sizinki sezim kuvvetiniz fakat maddede yasalgan diken, yaratılgan diken, madde olgan diken şu madde olgan muşu dünyaya nasıl bilamayısınız. Ama o naskerahın üzerine yeni bir dünyada alemimiz berzakta olgan diken, o gaybi alemde olgan diken siz onu için bilamayısınız. Onu biliş için cezmez sizdeki aklınız ve binaskerahın üzü uyağı çok küçüğü yetmeydi. Fakat onu biliş için, onu yaratkan, onu bilgen zatta olan Allah Teala, şunu da Allah Teala Muhammed Aleyhisselam olan peygamber bildiğen olsa, onunki hedisi anlaş arkalık anladaki biz bunun kulağlarımız onu bilalayımız. Biz çoğu
Mundaqchu e'tiqod qilamiz. Unda bo'lkin, shu Alloh taolo bu yerda vala tashurun deb uni sezolmaysizlar. Deyishki sabab bilim shuningda nima o iborat. Ya'ni bu yerda Imom Suyuti deydi, la tashurun degan gap, la ta'lamuna mahum fihi. Ya'ni bilmaysizlar, anda bir nazu ne'matniki ular shuningda ichida edi. Shu bilan osh dunyoda ularga mukofot berayotgan nazu ne'mat, oshda rohatniki nimasini shu bilolmaysizlar. Deb tashurunning o'zida Imom Buxoriy ta'lamun deb nima qildi u yerda? Imom Suyuti tafsirchi qildi. Nima qildi tafsir qildi? Ya'ni bu yerda siz olmaysizlar degan sezishniki as bilimniki sababi 5 sezgi azon. Sezgi azonlik keladi. Bu yerda Alloh taolo bu yerdan sababni deyishi orqali buniki nemisini demoqchi, uniki musabbabni iroda qildi Alloh taolo. Ya'ni sezolmaysiz degan, bilolmaysiz degan gap. Bilishniki sababi nimada sezishdi, 5 sezgi azon orqali. Unda o'lkin bu yerdagi sezolmaysiz degan, bilmaysiz degan gap Alloh taolo ya'ni sababni zikr qilib, uniki musabbabni nima qildi bu yerda iroda qildi ekan, bilishni-chu iroda qildi ekan, bilolmaysizlar dedi. Nimishqa bilolmaydi. Biz ma dunyoning o'zida faqat mushu dunyoda yoritilgan mushu daskarahning o'zini 5 sezgi a'zo orqali ishlatib buni bila olamiz. Ko'zimiz ko'rganni, qo'limiz anglaganni, og'zimiz tetiganni, burnimiz burganni, mana qo'limiz uni silab bilgan narsa bila olamiz. Bu narsa boshqa bir narsaga nima qila olmaymiz. Bunu bilamaymiz. Men mushu 5 narsani selishtirish va uni taraqqiy qilib, har xil nima qilish orqali, jug'urib boshqa qilish orqali, andiki bu narsaga bizga ilm hosil qilib, andiki mingimizga yetkazib berdi. Mingimiz orqali andiki buni bilgan bo'lamiz. Bu 5 sezgi a'zoniki o'zi men moddadan, mushu dunyodagi jismdan iborat bo'lgan, yer shari tuproqdan iborat bo'lgan bu tuproqni nima qilgan? Alloh taolo shu yaratgan. Yaratgan bo'lgandiki faqat mushu dunyodagi narsa bilan olamiz. Ammo undan boshqa yana bir olam bor. Olamul barzaq, olamul oxirat deydigan nima? Hayot, olamul jannat yoki do'zax hayoti deydigan. Men bu hayotning o'zi bizniki jismimiz bu yerda qolgandikan, u jismning o'zi u yerda bog'liqlik yo'q. Ya'ni olamul barzaqimizda ruhiy tarafdan nima qilgan gap, uni bulgan gap. U canımızda onu bilishga o bizim kuchimiz uchun yetmaydi. Şu an Alloh taolo bu yer bilmaysizlar buni deyishdikichu shu. Endi hozirgi davrimizdagi mushtaq zindiq, mushtaq nima ateist dinsizlarning o'zi biz buni bo'lsak andaq qildik, bundaq sen o'zingizning aqlning o'zi bak ishlab ketdi, o'zi xato ekanini bilmay bizni ashta deydigan gap. Ularniki o'zi faqat ko'z ko'rgan, anglagan narsalarni bila olgandikan, shu magapning o'zini uni qabul qila olmay, yeni bir dunyoning bor ekaniga ishonmaydi. Bu e'tibor bilan shu uni nima qildi bunaga inkor qildi. Yo'q, unda bir narsa yo'q deydigan shu bo'ladi. Shuni deb mana qabr hayoti olamini barzaq. Qabr hayoti o'zida bir o'zini o'zi olib qo'ygan hamonamlar payg'ambarlarning deganida Allohga uchoqni perishta munkar nakirda iborat bo'lgan ikkidan perishta savolni Allohga so'rab berdi. Nima bo'ldi? So'rab berdi. Endi yana bir gapning o'zida bu shahidlarning o'zi u dunyodami men qandoqki bu shu dunyodagi jism bilan ruhna bo'lganda ashtaq bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqt o'zida buni qarta ko'p soliq o'lmoqlarimiz qandoqki bu dunyoda jism va ruh bilan ashtaq bo'lgandek u dunyoning o'zidami mushda jism bilan ruh bilan shu bo'ladi. Nimishqan Alloh taolo ahyo dedi. Endi bu yerda o'xshamaydigan va jism qilib sizniki bilginiz shu. Sizin bilginiz şu. Allah Teala belki onu sizin şaşta köstüp onun ayının üzerine, yani şunun üzerine ayet tırıldırıp kan buluşu mümkün. Şu deyimiz. Biz bunu hem de Peygamber Sallallahu hedisi arkalık muşu itikatı çok kılımız. Müşter çok itikat. Bazılarla bu canımızda bulağı verdiğin mukafatın üzerine fakat ruhi tarafta o cisma dünyada kapağalı diyelim mi var? Lakin onu az. En asası qandaqki mushu dunyoda qandaq bo'lganda u dunyodami shahidlarga men osh jism bilan qo'pib shu patim oshdan nima qilgan gap inom va ihsonchi bergan gap. Unda o'lkin ularning o'zi mana haqiqiy hayot degan u. Bu hayotning o'zi hayot degan olmaydi. Nimishqa 5-4 kundan keyin o'lib ketadigan gap. Buni ichida bo'lgan har xil nimalar bor. Juda og'ir, juda mushkil, nojabal ish bor. U dunyo faqat rohat bo'lgan ekan, hayot u yer o'lim yo'q. Unda onu rahat şu uyad oldu. Yani hayat diye uyad olan gap. Şuna Allah Teala bunu ülüktemana hayat diyen aş dünyada şu
deyishki sababchi shu. Mana bular kimga bo'ladi? Faqat Allohning yo'lida, Allohning kalimasini oliy qilaman, mana dinini oliy qilaman, islom hokimiyat quraman degan kishilar bo'ladi. Bu yerda islom hokimiyat quraman, iloh kalimatlar deganlikdan hech qanday vaqtimizda millat demayman, vatan demayman degan gap chiqmaydi. Mana iloh kalimatlar degan gap havoda qilmaydi bir odam. Mana yer sharini kichidi qildi. Yer shar ziminda qildi, ziminiga vatan. Endi shuni qilmaydigan odam bilan yoki dal-daraxtni qilmaydi, inson bilan qiladi. Inson degan kim u? Bir odam insonga nisbatan eng o'zi yaqin bo'lgan til va so'zga kishi. Millat degan gap shu bo'ladi. Ya'ni bizningki asos iloh kalimatulloh degan shu asos bo'ladi. Uni